Poyonsiz Afrika qit'asida intayin sirliq bir hayotlik cheklangan rayon bor. Bu bo'lsa-mu mashhur Sahroy Kabir qumliqi. Bu qit'ada dunyodagi 7 cho'ng mo'jizani oldi. Misr al-Ikrom qad ko'tarib qolmay, hozirgacha yechilmagan yana bir sir yoshiringan. Bu dal Sahroy Kabir ko'zi. Bu ko'z to'g'risidagi sirni 8000 yil burungi Sahroy Kabirdan boshlashga to'g'ri keldi. Bu yerda ilgari nurg'un qabila va aholilarning ko'z yetkisiz yayligi bor edi. Buncha ular munbat joy bugungi kunga kelganda bir parcha qaqasliq aylanib qolgan. Bu yerda zodi nima yuz bergan? Muhit arxeologiyasi David Berxetning tahliliga asoslanganda ayni chog'da bu yerdagi chorvachilik intayin taraqqiy qilgan. Kala va qo'ylarning soni barg'ansir ko'payib, yepinchi o'simliklar tadrijiy azlab ketgan. Yalang'och yer texim ko'p quyosh nurini qaytarg'ashqa atmosfera qatlamiga ta'sir ko'rsatdi. Ham o'l yig'im miqdori ozayishga boshlagan. Vaqtning o'tishiga ergishib, bara-bara qaqasliqqa aylanishga boshlagan. Necha 100 yillik o'zgarishlarni boshdan kechirgandan keyin Sahroy Kabir uzul kesil ko'z yetkisiz serqan qumliqqa aylangan. 1948-yili Sunniy Amra bo'shliqdan tarqatgan bir guruh yuqori suzuklikdagi rasmlar olimlarni hayron qoldirgan. Bu Sahroy Kabir qumlig'ining g'arbiy qismiga joylashgan Mauritaniya tavasidagi halqismon jismning rasmi edi. Bu Sahroy Kabir qumlig'idagi eng sirliq shay bo'lib, olimlar buni Sahroy Kabirning ko'zi deb atagan. Bu o'zgacha geometriyalik tuzilmaning diametri taxminan 50 kilometr keladi. Dengiz yuzidagi egizligi 400 metrga yetadi. Umumiy gavdasi intayin tekshik, qarmoqqa yumaloq halqaga o'xshaydi. Faqat yer aylanish yo'lidan uning butun qiyofatini ko'rib olg'ili bo'ldi. Bu jism 1948-yil tadqiqotchilar tomonidan bayqalgandan keyin nurg'un olimlarni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Necha 10 yildan buyon olimlar uning shakllanish sababini izlamoqda. Platon kitobida tasvirlangan Atlantis madaniyatining alohidligiga asosan tadqiqotchilar mundaq deb qaragan. Sahroy Kabirning ko'zi balkim Atlantisliklarning xarobisi bo'lishi mumkin. Yer o'lchamiga asosan Sahroy Kabir ko'zining chambarak sirtidagi diametri 23.5 kilometr keladi. Platon kitobida sizilgan Atlantis shahrining ko'lami 23.49 kilometr keladi. Bu o'lcham kishini hayron qoldirdi. Lekin O'rta Osiyodagi Atlantis shahrining dengizga yaqin ekanligi xotirlangan. Ammo bu yumaloq halqa qumliq shakllangan. Tadqiqotchilar bu ehtimollikni nazardan saqit qilmoqchi bo'lganda, biologiya olimlari Sahroy Kabirning atrofida nurg'un dengiz okean jonliqlarining suyaklarini bayqagan. Ham qumliqning eng sharqidagi al-Ikrom yasashga ishlatgan toshlarning hammasi dedigidek zo'r miqdordagi dengiz okean jonliqlarining tosh qatnovlarini bayqagan. Bu Sahroy Kabir qumliqining aslida bir bepoyon dengiz ekanligini tushuntirib berdi. Lekin yanada to'liq isbotlab beradigan isbot yo'q. Yumaloq halqa Atlantis xarobiligi. Bu yanada kishilarning farzi xolos. Keyin yana geologlar o'xshash bo'lmagan qarashlarni o'ttirib qo'ygan. Ular Sahroy Kabirning ko'zini faqat bir meteorit azgili bo'lishi mumkin deb qaraydi. Meteorit deganimiz oqar yulduz yoki yer sharining sirtidagi boshqa jismlarni o'z ichiga oladi. Lekin naq maydonda tekshirish jarayonida hech qanday meteoritni bayqamagan. Uning ustiga ular bu jismning hech qanday yuqori temperatura va so'qilishining geologik isbotini topolmagan. Shunga meteorit tashining so'qilishi degan ko'z qarashmi bittasab tura olmagan. Keyin yana ba'zilar yonar tog' portlashi, tashqi planet olamiga chetiladigan bir qator fikrlarni o'ttirib qo'ygan. Lekin hech qaysisining hech qanday asosi yo'q. Bugungi kunda mutlaq ko'p qism olimlar buning geologiyalik ko'tarilish va chish ekanligiga bakrak moyil bo'lmoqda. Lekin bu yumaloq halqa shundoq tekshi. Nazariya jihatdan aytganda, bu hargizmi logikaga uyg'un emas. Shunga ta bugungacha Sahroy Kabir ko'zining shakllanishi ilm-fan sohasida kishini qoyil qilgudek biror javobga erisha olmadi. Sahroy Kabir ko'zidan boshqa yer sharida yana nurg'un yechilmagan sirlar bor bo'lib, insonlar fan texnikasining taraqqiy qilishiga ergishib, yer sharining cho'nqur qatlamiga yoshiringan bu sirlar asta-asta suv yuziga laylab chiqishi mumkin.